Hammaga birdek yoqadigan mastava taomini rangi va mazalari bittada o'xshab chiqish sirlarini o'rgataman. Hozirda ko'pchilik hamma ovqatlariga o'simlik yog'idan foydalanishadi, lekin biz taomni yaxshi ta'mini ochib olish uchun giy yog'larni eritishdan boshlaymiz. Agar bizda birinchi qovurg'alarimiz bo'lsa, qovurg'alarni solib qovuramiz va ustidan mayda to'g'ralgan go'shtimizni solamiz. Mastavamizni o'xshab chiqishda piyozimizni qovurilishi juda ham muhim. Sal o'lgan piyozimizni ustidan sabzi, kartoshka va bulg'or qalampirimizni solib, yaxshilab o'lguncha qovuramiz va ustidan ziravorlarimizni solamiz. Va ustidan qizartirish uchun pomidorni so'rkadan o'tkazib solamiz va yaxshilab qovurib, ustidan suv solamiz va 2 soat davomida qaynatib olamiz. Oldindan qovurib pishirib olingan guruchni ustiga bulyonimizni solamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Yeganlarimiz ibodatimizga quvvat, tanamizga esa shifo bo'lsin. Yoqimli ishtaha.